Assalomu alaykum azizlar. Bugun yana bizda jo'natmalarimiz mavjud. Tojikiston, Qirg'iziston va O'zbekistonga jo'natmalarimiz bor. Ikkita Volvo O'zbekistonga, biri Toshkentga, biri esa Samarqandga ketadi. Bu 145 talik 2017-yil ikkitasi Tojikistonning Xo'jand shahriga ketyapti. Bu ikkovi 155 hamda 145 plus yangi texnikalar Qirg'izistonning Bishkek shahriga ketyapti. Ushbu texnikalarda bizda Artiv Logistics hamda Artiv Holdings tomonidan jo'natib berilyapti. Ko'rib turibsizlar, texnikalarning holatlari juda ham yaxshi. Ba'zilarida 360 hammalar polностью komplettlari mavjud, ba'zilarida esa singari tenderlari ham bor. Buni ishlatishni bilgan ishlatganlar juda ham yaxshi biladi, qanchalik qulayligini. 360 dan ko'ra bu sal qulayroq, lekin juda ham murakkab ishlangan. Ko'rib turibsizlar, hozir hammasi kirdi. Texnikalarimiz portga birozdan keyin kemaning ichiga kirib ketadi. Agar azizlar sizlarga ham shunaqangi xizmatni kerak bo'lsa, bemalol bizga Artiv Holdingsga aloqaga chiqishingiz mumkin. Shunday kirib, kuzatib, tekshirib, hech qanaqangi muammo yo'qligiga ishonch hosil qilib, keyin jo'natib yuboramiz. Xitoyniki emas.